Bugun o'zbek san'ati va hazil olami og'ir yo'qotishga uchradi. Dizayn shou jamoasi a'zosi, ko'plab muxlislar mehrini qozongan iste'dodli Dilshodbek Musobekov vafot etdi. Marhum o'zining noyob hazillari, samimiyligi va sahnadagi yorqin obrazlari bilan xalqimiz qalbidan chuqur joy oldi. Uning o'limi nafaqat qarindoshlari va oilasi uchun, balki butun san'at jamoatchiligi va minglab muxlislar uchun katta yo'qotish bo'ldi. Dilshodbek Musobekov odamlarga kulgi orqali quvonch bag'ishlagan va ularning yuziga tabassum bag'ishlagan san'atkor sifatida esda qoladi. Bu yo'qotish ko'pchilik uchun kutilmagan edi. Ayni paytda marhum san'atkor Dilshodbek Musobekovning avvalgi intervyularidan biri muxlislar orasida katta muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Aytishlaricha, san'atkor o'z intervyularidan birida hissiy holatda hayotim deyarli tugadi degan. Bu ko'pchilikning e'tiborini tortgan. Bu so'zlar bugungi kunda yanada og'irroq ma'noga ega. Ma'lumotlarga ko'ra, marhum dizayn guruhining konsertidan oldin yurak muammolari tufayli o'zini yomon his qilgan. Ushbu voqeadan so'ng uning yurak xurujiga uchragani va kasalxonaga yotqizilgani ma'lum bo'ldi. Shifokorlar zarur tibbiy yordam ko'rsatgan bo'lsalar-da, afsuski san'atkorning hayotini saqlab qolishning iloji bo'lmadi. Bu yangilik muxlislar uchun yana bir og'ir zarba bo'ldi. Ko'pchilik uchun Dilshodbek Musobekov shunchaki shoumen emas edi. U so'z ustasi, tabassumni bahom ko'radigan inson, samimiy obrazlar orqali xalq mehrini qozongan san'atkor edi. Uning ijodi, hazillari va sahnadagi g'ayrati muxlislari xotirasida uzoq vaqt saqlanib qoladi. Har bir chiqish, har bir so'z kulgi va iliqlik olib keladi. Ijtimoiy tarmoqlarda marhum haqida muxlislarning ko'plab iliq xotiralari, hurmatlari va fikrlari tarqalishda davom etmoqda. Dilshodbek Musobekov o'zbek komediya san'atida o'chmas iz qoldirgan san'atkor sifatida esda qoladi. Marhumning qarindoshlari va muxlislariga yana bir bor chuqur hamdardlik bildiramiz. Alloh rahmatiga olsin. Inna lillahi va inna ilayhi roji'un.